Xo'p, ozgina ma'lumot bermoqchi edim. Shaxsan o'zim boshimdan o'tkazgan holatni, bir ishni o'zim tajribamda yo farzandlarim tajribasida o'tkazib, natijasini ko'rib, keyin boshqa kishiga tavsiya beraman. Shuning uchun bunga meni 4 yil vaqtim ketdi. Tibbiyot olamiga kirdim, onlayn o'qidim, tabiiy narsalar bilan davolanishga o'tdim. Farzandlarim, nabiralarim va qolaversa o'zim. Alhamdulillah, bolnitsaga yotishlar, kapelnitsa olishlardan, ukol dorilardan 98% chiqdim desam adashmayman. Nimaga u? 2% haqiqatdan sahrli diabetman. Sahrga dori ichaman, kunda bir mahal diaglizid degan dorini. Qolgan ichadigan dorilarim o't-o'lanlar. Bu insonni organizmiga judayam yaxshi ta'sir qilarkan. Oxirgi mahalda men vitaminlar bilan shug'ullanishni boshladim. O'zi o'g'limni ko'zi 7 yoshligida kasal bo'lib, Moskvalarga borib operatsiya qildirganmiz. 100% ko'rmay qolgan. Shunda birorta na Toshkent, na Rossiya birorta inson aytmabdiki, qanaqa professorlarni qo'lidan o'tganmiz. Kelib chiqish kasalini hech kim istamadi. Faqat operatsiya, ko'zini u yoqqa qilgan, ko'zini bu yoqqa qilgan, lekin bu nimadan chiqqan degan narsa istashdi, istamadi emas. Revmatizm. Bola soppa-sog'. Raddomdan tushganicha bola kasal bo'lmagan. Shu o'zi ozgina kasal bo'lgani ham yaxshi ekan. Revmatizmda ko'r bo'lib qoladigan darajasi yo'q. Buni men izlanib chiqdim. Oddiy vitamin A yetishmovchiligi, kurinniy slepota, nima deydi, haligi ruschasi endi kurinniy slepota, shapko'r deydimi, shunga olib kelar ekan. Eng achinarlisi, buni judayam kech bildim va bilib vitamin A, vitamin C, vitamin D berishni boshladim o'g'limga. Xudo xolasa, hozirgi kunda shu 8 yoshda ko'zi ozgina ochilgan bo'lsa, 20 yoshigacha yaxshi yurdi. Endi yana Allohning izni bilan ko'rmay qoldi. Yana Moskvalarga bordik. Operatsiyalar befoyda bo'ldi. Mana vitamin bilan boshlaganimga Xudo xolasa bir 8 oy bo'lyapti. Tinimsiz vitamin A, vitamin D, vitamin C beryapman. Yana ozgina shu vitaminlab turib, operatsiya qildirishga niyat qildim. Inshaalloh umidimizni so'ndirganimiz yo'q. Xudo xolasa, Allohning izni bilan biz yana qandaydir miqdordagi ko'zini ko'rish qobiliyatini Allohning izni bilan qaytaramiz degan umiddaman. Bunga men hozir o'g'limni faqat vitaminlar bilan davolayapman. Ayollarimizda vitamin ichsang nimalar rivojlanib ketadi deyilgan. Men o'zimni kelib chiqqan holatda, ilm olayotgan darajotimdan kelib chiqqan holatda va yana ginekolog, yaxshi oxirgi zamonni ilmlarini o'rganayotgan ginekologlardan-da yana so'rab boqdim. Immunitet kuchli bo'lib, vitaminlar hammasi yetarli bo'lsa, bu biz aytayotgan kista miomalar
tinch uxlarkan. Ular qachon rivojlanib ketarkan? Ayol kishi immuniteti tushib ketib, vitaminlar tushib ketganda ular rivojlanishni boshlarkan. Allohni izni bilan albatta. Shuning uchun vitamin deb nimaga ko'p gapiryapman? Hamma narsamiz hozir bizda искусственный bo'lib qoldi. Go'shtlarimizda ham hayvonlarimiz искусственный ovqat yeyapti. Tuxumlarda ham tovuq, parrandalarimiz искусственный ovqat yeyishadi. Parnikda ilgari yomg'ir yog'ishi bilan ertasi kuni setkamizni ko'tarib yoshligimizda adirlarga chiqib ko'k uzib kelardik. Ana shu vitamin deydi. Hozir parniklar, hamma narsamiz dori darmonlar bilan o'sib chiqyapti. Shuning uchun bizni organizmimizda vitamin yetishmovchiligi bora-bora kuchayib boryapti. Shuning uchun vitaminga e'tibor berishimiz kerak. Men yaqinda bir bemorni ko'rib, o'zim tashxis qo'ydim. Bolnitsaga olib borildi. Tashxislarni qo'yib, keyin judayam qimmat analizlar topshirildi, qimmat apparatlarga tushirildi. Alhamdulillah, men o'zimni ustimda o'zim tan oldim. Haligi o'zim qo'ygan diagnozim, tashxisim 99% meni aytgan tashxisim chiqdi. Shuning uchun aytdim, yo'q, men albatta ilmimni yana kuchaytiraman. O'zi hijama uzunlikka judayam qiziqib qilar edim. Bu yerda yaxshi, chiroyli ilm oldim, bilim oldim. Endi shularni rivojlantirishni Robbimdan so'rab qolaman. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.